so'nggi kunlarda dunyo yana keskinlik ichida yashamoqda. Yaqin Sharqda vaziyat tobora murakkablashib bormoqda. Ayniqsa, Iron va Isroil o'rtasidagi keskinlik global siyosatning markaziga aylandi. Harbiy ekspertlar aytishicha, bu mojaro faqat ikki davlat o'rtasidagi qarama-qarshilik emas, bu butun mintaqani o'z ichiga tortishi mumkin bo'lgan murakkab geosiyosiy o'yin. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Isroil hududiga qarshi yangi tahdidlar paydo bo'lgan. Bu esa mintaqadagi harbiy tayyorgarlikni keskin oshirib yubordi. Ammo aynan shu paytda dunyoni hayratga solgan yana bir voqea yuz berdi. Kutilmaganda, dunyo siyosatining eng yopiq davlatlaridan biri bo'lgan North Koreya ham yana sahnaga chiqdi. Davlat rahbari Kim Jong Un navbatdagi harbiy namoyishi orqali dunyoga signal yubordi. Shimoliy Koreya uzoq masofali raketa tizimlarini sinovdan o'tkazganini ma'lum qildi. Bu esa global xavfsizlik masalasini yana kun tartibiga olib chiqdi. Tahlilchilarning fikricha, bu oddiy tasodif emas, chunki ayni paytda Yaqin Sharqdagi keskinlik ortib borayotgan bir paytda boshqa mintaqalarda ham harbiy kuchlar o'z pozitsiyalarini ko'rsatmoqda. Bu esa dunyoda yangi geosiyosiy bosim shakllanayotganini ko'rsatishi mumkin. Ko'plab ekspertlar bu vaziyatni sovuq urush davridagi siyosiy o'yinlarga o'xshatmoqda. Bir tomonda United States va uning ittifoqlari, boshqa tomonda esa turli mintaqalarda o'z ta'sirini kengaytirishga urinayotgan davlatlar. Agar Yaqin Sharqdagi mojaro kengayib ketsa, bu faqat mintaqaviy muammo bo'lib qolmasligi mumkin, chunki har qanday yirik harbiy to'qnashuv global siyosatga ta'sir qiladi. Shu sababli ko'plab siyosatshunoslar bitta savolni bermoqda. Bu voqealar bir-biriga bog'liqmi yoki bu shunchaki tasodifiy geosiyosiy harakatlarmi? Tarix shuni ko'rsatadiki, ba'zi paytlarda kichik voqealar katta global o'zgarishlarning boshlanishiga sabab bo'lgan. Bugun esa dunyo yana shunday burilish nuqtasida turgandek ko'rinmoqda. Yaqin Sharqdagi keskinlik, yangi harbiy signal va global siyosiy bosim, bularning barchasi bitta savolni tug'diradi. Kelajakda bu voqealar qanday oqibatlarga olib keladi? Hozircha aniq javob yo'q, ammo bitta narsa aniq. Dunyo yana diqqat bilan kuzatmoqda va global siyosat sahnasida kutilmagan yurishlar hali davom etishi mumkin.